Bugun 24-mart O'zbekiston xalq yozuvchisi, zamonaviy o'zbek nasrining zabardast vakili Shukurxon Mirzayev tavallud topgan kun. Darhaqiqat, atoqli adib 1940-yil Surxondaryo viloyatining Boysun tumanida tug'ilgan. Shukurxon Mirzayev Abdulla Qahhordan keyin o'zbek hikoyachiligini yangi va yuqori bosqichga ko'targan yozuvchilardan hisoblanadi. Uning ilk qissasi Oq otli deb nomlanadi. Adibning 18 ga kirmagan kim bor to'lqinlar nomli qissalari kitobxonlar tomonidan katta qiziqish bilan qarshi olingan. Uning To'lqinlar nomli qissasi buyuk ijodkor Abdulla Qahhor tahsiniga sazovor bo'lgan. Shukurxon Mirzayevning Olis yulduzlar ostida, Hayot abadiy, Yo'llar yo'ldoshlar, Tog'larga qor tushdi, Qishda bodom gulladi kabi to'plamlarida yoshlik zavqi, xalqimizga xos milliy xarakter, inson va tabiat munosabatlari teran badiiy talqin qilingan. Adibning So'nggi bekat, Olabo'ji, Dinozavr, Qilko'prik kabi romanlari va Qora kamar, Ziyofat kabi pyesalarida sho'rolar jamiyati, ularning illatlari, inqirozi va o'zbek xotin-qizlarining bu davrdagi fojiali taqdiri badiiy obrazlar orqali aks ettirilgan. Aziz kitobxon, xalqimizning yuksak mehri va olqishiga sazovor bo'lgan adibning O'zbeklar nomli hikoyasi yodingizdami? Asar o'zbeklar haqida, o'zbek millati, uning mentaliteti haqida. Unda o'zbeklarning soddaligi, mehmondo'stligi, ochiqko'ngilliligi, bag'rikengligi, saxovatpeshaligi ko'rsatib berilgan. O'zbek shu birgina so'zda olam ma'no bor. U xuddi ona yoki vatan so'zlari kabi qadrdon, dilga yaqin. Bu muqaddas so'z Sovet davri bilan eslanganda qalbimiz doimo titraydi. Chunki aynan ular ko'rsatgan zalolat izlari hali bitgan emas. O'zbeklar hikoyasi kichik bir voqea. Tarixdan ma'lumki, Sovet davrida paxta balosi eng katta ish edi. Asar qahramoni Ergashvoy kursdoshlari bilan paxtaga boradi. Paxta yo'q, ammo sovuq, izg'irin va ochlik bisyor joyga borishadi. Vatan uchun jonlarini ayamay paxtani ham terishgani bu bir masala bo'lsa, ikkinchi masala Botir cho'ponning o'zbekligida. Ularning o'zlari yeyishlariga urvoqlari bo'lmasa-da, topganlarini mehmonga tutishlaridir. Xo'sh, biz Botir cho'ponni va uning oilasini chin o'zbek desak, unda shu o'zbeklarning mehrga to'la tuzini yeb, tuzlug'iga tupurgan Mirzag'olib, O'rmon, Saparvoy va Azimjonlarni kim deb ataymiz? Ularning qilmishlari shu sharafli nomga dog' tushirmaydimi? Yo'qchilik insonni har ko'yga soladi, lekin bu ularni oqlash uchun asos bo'ladimi? Qadrli kitobxon, hikoyaga qiziqib qoldingizmi? G'allaorol tuman axborot kutubxona markazi sizlarga Shukurxon Mirzayevning asarlarini o'qishni tavsiya qiladi. Kitob javoningizda adibning kitoblari yo'qmi? Siz esa Samarqand mahalla fuqarolar yig'ini, Quruvchilar ko'chasi 1-uyda joylashgan